Barchaga assalomu alaykum. 2-iyun sanasida ijtimoiy tarmoqda Farg'onalik bog'bonni kuzatuvchi obunachilar, mana xudo xolasa Andijon Shoptol Ufa uchlarimizni uzyapmiz. 20 ming so'm, 25 ming so'm bo'lyapti. Mana bugundan terim jarayonini boshladik do'stlar. Mana holatdan ko'ribsizlar, qop-qora bo'lib yetildi do'stlar. Juda zo'r Shoptoli, hosildorligi zo'r. Xudo xolasa bugundan terimlar boshladik do'stlar. 25 ming so'm atrofida bo'lyapti. Ana opto ko'rmagan joyi ham, ranglari zo'r. Kim bu bog' qilmoqchi bo'lsa, Farg'onalik bog'bonga aloqa chiqarasizlar. 88lik 957 27 nomerdamiz. Bugundan terimlar boshladik do'stlar. Andijon Shoptoli Ufa uchlarimizni ranglari o'ta zo'r. Buni ko'chatdan ko'paytirib qo'yganman, xudo xolasa noyabrga tayyor bo'ladi do'stlar. Mana hosillarga bitta baho berildi. Bugundan terimlar boshlaydi do'stlar. Farg'onalik bog'bon kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa kunning yangilarimizdan tashlab boramiz. Ufa 3. Bu o'zi 3-4 kun oldin yetilgan, yana ham qorayib olsin, kilo bosadi deb uzib yetirdim. Mana xudo xolasa bugundan uzishni boshladik. Sog' bo'lasizlar. Videoga bitta like bos, Shoptoliga qiziqqan do'stlarga yuborib qo'yamiz.